Yana hozir oldimizda turgan nima ishlar qilishimiz kerak? Mana Aytsangiz. Muhammadjon, rahmat sizlarga ham. Mana kelyapsizlar, uchrashib turibmiz. Sizlardan juda minnatdormiz. Maktabimiz chala qolib ketdi. Noyabrga qabul qilishimiz kerak edi. Ustalar aqlli baqilli ustalar ketvordi. Endi yana bitta muammomiz mahallani kiraverishiga oilaviy poliklinika. Biz qiynalyapmiz uzoqqa borishga. Ikkinchi guruh nogironiman. Bog'ishdagi 29-poliklinikamiz rekonstruksiyaga tushyapti. Uni qaytadan remont qilinadi, ta'mirlanib, aynan mana shu zamonaviy qilib Sanpin normasi bo'yicha hozir ta'mirlanishiga mana mablag' ajratildi. Tuman markaziga emas, mana shu yerda o'zida sizlarga xizmat ko'rsatadigan, mana shu yerdagi bir nechta demak qishloqlarga xizmat ko'rsatadigan joy bo'ladi. Shu yerda ancha sharoit yaratiladi. Uzoqqa borish kerak emas. Tuman markaziga borish kerak emas. Shuni o'zi sizlarda hamma kerakli yetarli doktorlar bilan ta'minlab berishadi.